Derdine 2XL. El-Xavda 2 talba. Mana degan faoliyat qilib bergan ko'ylaklarimning uchlistin, ma ishlistin mal tugab ketdi. Qiz bolalar shu faoliyat qilib bergan chog'da buni ziyni qilib bergan faoliyat. Endi birinchidan degan barni biz o'zimizdan to'pnaq olgan badimi tuvan qilib bergan ekan. Bek talishib ketmanglar, talishib o'tasanglar nechalarning zaksini qaytirib etdim. Anda dan xanim, manda dan mala setib dan desimi unumay zaksini qaytirib etdim. Abdulla qiz bolalar. Anadaki ma'nı işkiliyiz tügüde. Azam bergen çağda bu faaliyet kılmalıgenden çıdap çıdığanı çıkargan aşına faaliyet kılmış. Anda ma köynikemden faaliyet seppermek ettim kız vallahi lekin bundan tügep gitti. Bek aktar çıkan köynikemse. Mesela kaltıra. Demiş o günç boy hanım kız vallahi keysanlı buldu. Markinin meleydi. Bunun mu masumı tügep gitti. Yemem müştak faaliyetimiz mallarımız olsa yani çıkırpır. Anadaki müştak canben köyneklerimni mo qızla faaliyet görülüştürüp etdim. Ma köynekni neçe pul ilip kelgen tanglar yes baksanlar boldu. Juma mana jajang çıkmagan bir xillam kelgen köynek. Bizdiki oyununki xalim ekkan töp istimal ma bu. Mani mo 2 xallik sana berip etdim qız valla. Muşu fakat 1XL 55 kilodan tatip 65 kilo çık gibasanlar boldu. Mana da 2 lisi 1XL. Muş ma köynikemden adlastin. Ma aygın köyden olma. Vilaletden muşta çıkıdı beqini gormon. Ma köynekni ağın qızval neçpil elip kelgen tanglar yasan boldu 2 xallik sana berip etdim. Muştaq bizden ticaretini bek pay dep ketdinglar, bek pul dep ketdinglar degan bilan muşta oxiri muşta ziyniga bir o'tadigan gap. Faoliyatga chidigan chiqargan. Ma köynekni neç pul qilib kelgan tanglar ma bu mu el-Xav köynek. Amma muşta kichik malni satamayman, kichik muşta ziyniga manga da bu kiyimning yo'g'alib olgansa nezima setib oldim. Ma köynek mu 100 gram ekanmaydi. Ma köynekimden bir talba mani hammasini keyga altın chiqirib birmajmo qiz vallahi ma do'konda qizval kiyib chiqirib birdi. İşe çıkılamay qap qalsanglar. Mam jingban köynikem 2 xallik sana berib etdim. Faoliyat basida bek yenik bek aqsa chiqdi, to'rlam chiqdi. Ko'zlari birdan qo'ygan maja holatda chiqdi. 55 kilodan 65 kilogacha bu. Anadaki mavsi heliqi ihbar chicken deb qo'yam. To'qa shuningki nusxasi mening qarisidan birsi bordi. Mavu 2XL qizlarlar kiydigan qizlarlar qasanglar 60 kilodan 70 kilogacha qizlarlar keldi. Uni qursak kelmaydi. 2 beqinda cheki bor. Mushta aqsa köynikimiz Teyası. Anadaki ma köynikimni billah. Bu mu jingban köynikimning birisi. Pulsi qimmatroq chiqqan köynikda. Ma köynikim o kiydigan qizlarlar 50 kilodan tatib 60 kilogacha lamjima 45 kilo bo'lsanglim keldi. 45 kilodan tatib dey. 45 kilodan tatib 60 kilogacha qizlarlar. Urib qizlarlar bo'lsanglar bo'lapmi g'unch bo'y qizlarlar kiyilanglar. Sizning pastlam tushdi. Jing girpala chiqdi. Bek murakkab köynek mavsi. Anadaki ma köynikemni faoliyat o'rlashtirib etdim. Og'zimdan chiqib o'g'icha oqsham 2 tal 2 qizval ilib oldim. Ma liangjanto holatda chiqdi qizlar. Mana ko'rdinglarmi? Ma ichini köynekning maraqti bor. Ma'nim necha pul ilib kelgan tonglar bilasizlar. Buningda lavrangda 2 tal, qarisidan 1 tal lamba kiyib olgan qizvallar birisining darajini el-Xav, birisining